Assalomu alaykum. IDC Milliy sertifikat kitobidan birinchi mavzu sonlar va amallar. Birinchi misolni ishlanishini boshlaymiz. Tenglikni qanoatlantiruvchi natural sonlar uchun a plus b plus c ning eng kichik qiymati so'ralgan. Berilgan tenglikdan topishimiz mumkin. A barobar 2c, b barobar 3c. A plus b plus c barobar a o'rniga 2c ni, b o'rniga 3c ni va c ning o'zi. Yig'inda 6c ga teng, eng kichik bo'lganligi uchun eng kichik natural sonni qo'yamiz. C o'rniga 1 ni qo'yamiz, natija 6. To'g'ri javob C varianti. Ikkinchi misol. 5 xonali son 5 ga bo'linsa, x plus y ning eng katta qiymati so'ralgan. 5 ga bo'linish belgisi sonning oxirgi raqami 0 bilan yoki bo'lmasa 5 bilan tugashi kerak. X plus y ning eng katta qiymati so'ralgani uchun biz oxirgi raqami 5 bilan tugagan variantni tanlab olamiz. Boshidagi raqamlarning esa ahamiyati yo'q. Shuning uchun x plus y eng katta bo'lishi uchun x o'rniga 9 ni, y o'rniga esa 5 ni tanlab olamiz. Natija 14. Javob. Uchinchi savol. Agar a natural soni uchun a ning 33-sining oxirgi raqami 7 bo'lsa, a ning oxirgi raqamini toping. Biror sonning oxirgi raqamini topish uchun agar unda daraja bo'ladigan bo'lsa, darajasi 4 ga bo'linadi va qoldiq topiladi. Darajasini 4 ga bo'lamiz. Qoldig'i bu yerda 1. Demak, a ning birinchi darajasining oxirgi raqami 7 chiqqan. Qaysi sonning birinchi darajasi 7 bilan tugaydi? Javob 7 ni o'ziniki. To'g'ri javob B. To'rtinchi savol. Ifodaning oxirgi raqamini toping. Demak, 3 bilan tugagan sonlar darajasini 4 ga bo'lish orqali qoldiq topiladi. 2025 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topamiz. Buning uchun oxirdagi ikkita raqamidan foydalanamiz. 25 ni o'zini 4 ga bo'lganimizda qoldiqi 1 dan iborat. Keyingisi 2023 ni 4 ga bo'lganda ham oxirdagi ikkita raqamdan foydalanamiz. 23-da 4 5 marta bor, qoldiq esa 3 ga teng. Demak, 23 ning 2025-sining oxirgi raqamini topish uchun 23 ni darajasiga 1 ni va 17 ni darajasiga 3 ni qo'yib olamiz. Birinchi sonimiz 3 bilan tugaydi. Ikkinchi sonimiz 7 ning kubi 343. Bu ham 3 bilan tugaydi. Ayirma esa 0 dan iborat. Oxirgi raqam 0. Javob. Beshinchisi. Xo'p, ifodaning natural bo'luvchilari soni a bo'lsin. A sonining natural bo'luvchilari sonini toping. Demak, natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun darajasidagi sonlarni har biriga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqiladi. 2024 ko'paytirilgan 2025. Adashib ketdik. Qavs ichida bir qolib ketibdi. 2024 plus 1 barobar 2024 ko'paytirilgan 2025. Mana shu son a dan iborat. Endi shu sonni o'zini natural bo'luvchilari sonini hisoblashimiz kerak. Undan oldin 2024 va 2025 larni kanonik ko'rinishda yozib olishimiz kerak, ya'ni tub ko'paytuvchilarga ajratib olishimiz kerak. 2024 soni 8 ga bo'linadi. Demak, a barobar 8 ko'paytirilgan 253. Ko'paytirilgan 2025 esa bu 45 ning kvadrati barobar 8 2 ning kubi 243 11 ko'paytirilgan 23 ga teng. 45 bu 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 dan iborat. Mana endi kanonik shaklda yozamiz. 2 ning kubi 3 ning to'rtinchisi 5 ning kvadrati 11 va 23. A sonining natural bo'luvchilari sonini hisoblaymiz. Har bitta son darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqamiz. 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2. 4 karra 5 20 ga teng. 3 ko'paygan 2 ko'paygan 2 12 ga teng. Javob 240. 6-savol. Qaysi javobda eng katta son ko'rsatilgan?
Hop, birinchi 3a ni hisoblab olamiz. 3a bu 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning 4-si ko'paytirilgan 5 ga teng bo'ladi. 4 b ni hisoblab olamiz. 4 bu 2 ning kvadratiga teng. B ga ko'paytirilganda 2 ning 7-si 3 va 5 ning kvadratidan iborat. Endi bu sonlarning ekubini hisoblaymiz. Har bittasida bor sonlarning darajasi kichigi tanlab olinadi. 2 ning kvadrati, 3 ning o'zi va 5. Natija 60 ga teng. Ikkinchi B variantini ko'rib chiqamiz. 2a soni bu 2 ning 3-darajasi 3 ning kubi ko'paytirilgan 5 ga teng. 3b soni esa 2 ning 5-si 3 ning kvadrati va 5 ning kvadratidan iborat. Bu ikkita sonning ekubini hisoblaymiz. Darajasi kichiklar tanlab olinadi. 2 ning kubi, 3 ning kvadrati va 5. Javob 360. S. 27a. 27a bu 27 3 ning kub ekanligidan foydalanamiz. 2 ning kvadrati, 3 ning 6-si va 5. 25b. 25 5 ning kvadratidan iborat. 2 ning 5-si 3 ning o'zi va 5 ning 4-si. Bu sonlarning ekubi 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Javob yana 60. Oxirgi variant 5a barobar 2 ning kvadrati 3 ning kubi 5 ning kvadrati. 4b barobar 2 ning 7-si 3 va 5 ning kvadrati. Bu sonlarning ekubini hisoblaymiz. 2 ning kvadrati, 3 va 5 ning kvadrati. Javob 300. Ko'rishimiz mumkin, 4 ta son ichida eng kattasi 360. B variant to'g'ri hisoblanadi. 7-si 1 ning 5-si plus 2 ning 5-si va hokazo 2025 ning 5-si sonining oxirgi raqamini toping. Darajasidagi sonlarni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, har bittasining darajasida qoldiqlari 1 hisoblanadi. O'shaning uchun 1 ning 1-si, 2 ning 1-si, 3 ning 1-si va hokazo 2025 ning 1-sini hisoblaymiz. Oxirgi raqamini bu degani 1 dan 2025 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi. Arifmetik progressiyadan foydalanamiz. Demak, birinchi son bilan oxirgi sonning yig'indisining yarmi va barcha sonlarning soni. 2026 ning yarmi 1013, 1013 ni ko'paytiramiz 2025 ga. Bu sonning oxirgi raqami 5 dan iborat. Agar arifmetik progressiyani bilmaydigan bo'lsangiz, boshqacha usulda ishlasak ham bo'ladi. 1, 2, 3 va hokazo 2025 ni x qilib olamiz va teskari tartibda ishlab olamiz. 2025 plus 2024 va hokazo 1 barobar x. Ikkitasini bir-biriga qo'shib oladigan bo'lsak, 2026 plus 2026 plus va hokazo yana 2026 barobar 2x hosil bo'ladi. 2x barobar 2026 dan jami 2025 ta. X barobar 1013 ko'paytirilgan 2025. O'sha natija oxirgi raqami 5 dan iborat. To'g'ri javob yana C bo'ldi. 8-savol. 3 xonali va 2 xonali sonlar uchun munosabat o'rildi. X plus y plus z ni qiymati so'ralgan. Demak, x, y, z barobar 7 ko'paytirilgan xz. Xona birliklari yig'indisi ko'rinishida yozib olamiz. 100x 10y plus z barobar 7 ko'paytirilgan 10x plus z. Qavsani ochib bitta tomonga yig'ib olamiz. 30x plus 10y barobar 6z. 32 soni
10 ga bo'linadi. 10y soni ham 10 ga bo'linadi. Xulosa 6z soni ham 10 ga bo'linishi talab qilinadi. Z o'rniga 5 ga karrali sonlarni qo'yamiz. 5 ni, 10 ni, 15 ni qo'yishimiz ham mumkin, lekin z raqam bo'lganligi uchun faqat 5 to'g'ri keladi. Z barobar 5. U holda 30x plus 10y barobar 30. 10 ga bo'lib yuboramiz. 3x plus y barobar 3. X va y'larni raqam ekanligidan foydalanadigan bo'lsak, y 0 ga, z soni esa 1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. X plus y plus z 6 ga teng. S javob to'g'ri. 9-savol. Agar A va B natural sonlar uchun ularning ko'paytmasi 2025 ga teng bo'lsa, ularning e kubining eng katta qiymatini toping. Ikkita son e kub va e kublarining ko'paytmasi o'sha sonlarning o'zlarini ko'paytmasiga teng. Agarda e kub eng katta bo'ladigan bo'lsa, xulosa e kubga eng kichik bo'ladi. Odatda e kubdan katta bo'ladi. Agar sonlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, e kub bilan e kub bir xil hisoblanadi. A ni B ga teng qilib tanlab olamiz. U holda e kubning kvadrati barobar 2025. Demak, e kubning eng katta qiymati bu 45 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 10-si. A plus 10 soni 4, 6, 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. A ning eng kichik natural qiymatini toping. To'rtga ham, 6 ga ham va 10 ga ham bo'linuvchi eng kichik sonni aniqlab ko'ramiz. Bu 60. A plus 100 ni 60 ga tenglab ko'ramiz. A barobar minus 40 chiqib ketdi. A ni natural qiymati so'ralgan. Bu minus 40 natural bo'lmaganligi uchun bu yechimdan voz kechamiz. 4, 6, 10 ga bo'linadigan 60 dan keyingi son bu 120. A plus 100 ni 120 ga tenglab ko'ramiz. A demak bu yerda 20 dan iborat. Eng kichik qiymati 20. A javob to'g'ri. 11-savol. A va B natural sonlar uchun ularning e kubi 8 ga teng, A ning B ga nisbati 3 taqsim 7 ga teng. A sonini B soniga bo'lganimizda 3 taqsim 7. To'g'rirog'i ularni qisqartirib yuborgandan keyin 3 taqsim 7 qolgan. Qaysi songa qisqartirilgan? Kasrlarni qisqartirish uchun biz e kubdan foydalanamiz. Qisqartirilishidan oldin A soni 3 ko'paytirilgan 8, ya'ni 24 bo'lgan. B soni esa 7 ko'paytirilgan 8, 56 dan iborat bo'lgan. A plus B ning qiymati 80 dan iborat. S javob. 12-savol. 2024 ni 2025-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblang. Dastlab 2024 ni o'zini 7 ga bo'lib olamiz. 20 ichida 7 2 marta bor. 14, 6, 22, 3. Sakkiz, 56. Ayirib tashlaymiz. 6, 4. 9 marta bor. 63 va qoldiq 1. 2024 darajasida 2025 ni yozib olishimiz mumkin. 7 ga bo'lganda 289, qoldiq 1 dan iborat, darajada 2025. Buni A plus buni n-chi darajasi bo'yicha darajaga oshiradigan bo'lsak, boshidagi 2025 ta xat 7 ga bo'linadigan bo'ladi, faqat oxirida 1 ni 2025-si qolib ketadi. Mana shu son qoldiq hisoblanadi. Javob 1. Ajoyib. Yig'indining o'nlar xonasidagi raqamni toping. Birinchi berilgan son, ya'ni 1 ni o'nlar xonasida hech nima yo'q. Keyingisidan boshlab har bittasi oxirida 11 bilan tugagan. Bu yerda jami 2025 ta son bor. Jami 2025 ta son bor. Agar 1 ni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, jami 2024 ta son bor.
2024 ta sonning oxirgi ikkitasi hammasida 11 ga teng. 2024 ni 11 ga ko'paytirib olamiz. Ko'paytma 22264 dan iborat. Demak, hosil bo'lgan yig'indining birlar xonasi 5 bilan tugaydi. Agar boshidagi birni ham hisobga oladigan bo'lsak, o'nlar xonasi 6 bilan tugar ekan. Bu javob. 14-savol. 2025 soni 1, 2, 3 va hokazo 2025 sonlarga bo'lib ko'rildi. Hosil bo'lgan qoldiqlar ichida eng kattasini toping. 2025 ni 2 taga ajratib olamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1012,5 va 1012,5 dan keyingi sonni tanlab olamiz. 1013. Agar 2025 ni 1013 ga bo'ladigan bo'lsak, ichida 1 marta bor, bo'linma 1 ga teng va qoldiq 1012 dan iborat. Eng katta qoldiq 1012 bo'lishi mumkin. O'n beshinchi savol. 7 darajasida 2025 ni 9 ga bo'lgandagi qoldiq A bo'lsin. 2025 ni 9 ga bo'lgandagi qoldiq B bo'lsin. U holda A ning birinchi darajasini topishimiz kerak. Xo'p. 7 darajasida 2025 barobar 7 ni kubiga olib kelib olamiz buni. Daraja 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. 7 ni kubi darajasida 6, 7 va 5, 675 bo'ladi. 343 darajasida 675. 343 sonning raqamlari yig'indisi 10 ga teng. Bu sonni 9 ga bo'lgandagi qoldiq 1 dan iborat bo'ladi. Demak, bo'lganda nimadir chiqadi? Qoldig'i 1 ga teng. Demak, A barobar 1. So'ralgan narsa A ning birinchisidan iborat. A 1 bo'lganligi uchun buni nima chiqishi bu yerda ahamiyatsiz. To'g'ri javob 1 bo'ladi. Javob. 16. 72 mingning nechta natural bo'luvchisi 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmaydi? 72 ming sonini kanonik ko'rinishda yozib, tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. 72 ko'paytirilgan 10 darajasida 3, 72 soni bu 8 bilan 9 ning ko'paytmasi 2 ning kubi. 3 ning kvadrati 10 esa 2 ko'paytirilgan 5. 2 ning kubi 5 ning kubi barobar 2 ning 6-si 3 ning kvadrati va 5 ning kubiga teng. Ana endi 8 ga bo'linsin, lekin 9 ga bo'linmasin. 8 bu 2 ning kubidan iborat. 9 bu 3 ning kvadratidan iborat. 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmasligi uchun sonimizni tarkibida kamida 3 ta 2 bo'lishi kerak. Lekin 3lar soni 2 taga yetmaslik kerak. Bitta bo'lishi kerak yoki umuman bo'lmasa ham bo'laveradi. Xo'p. Demak, 2lar soni 2 ning ayinchisi deydigan bo'lsak, A ning qiymati bu yerda 3, 4 ta, 5 ta va 6 ta bo'lsa ham bo'laveradi. 3 ning darajasida B deydigan bo'lsak, B ning qiymati esa umuman bo'lmasligi ham mumkin yoki bitta bo'lsa ham bo'laveradi. 5 ning darajasida S bo'ladigan bo'lsa, S ning qiymati esa umuman bo'lmasa ham bo'laveradi. Bitta, 2 ta, 3 ta bo'lsa ham bo'laveradi. Demak, A ning qiymatlari 4 ta, B ning qiymatlari 2 ta, S ning qiymatlari 4 ta. Jami 32 ta son topishimiz ham mumkin. To'g'ri javob B. 17-savol. ABC turli raqamlar uchun A plus AB plus ABC barobar BCB bo'lsa, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadratni hisoblang. Xona birliklari yig'indisi ko'rinishida yozib olamiz. A plus 10A plus B plus 100A plus 10B plus C barobar 100B plus 10C plus B. Soddalashtirib olamiz. A'lar soni chap tomonda 111 ta, o'ng tomonda yo'q ekan. 111A. B'lar soni 11B. Bittasi ham bor. 101B plus 10C.
Hop, endi 111a barobar 90b plus 9c. O'ng tomondagi ifodamiz 90 va 9 koeffitsiyentlardan iborat. Demak, bular aniq 9 ga bo'linadi. Chap tomonda 111 bor. 111 9 ga bo'linmaydi, lekin 3 ga bo'linadi. Shuning uchun chap tomon ham 9 ga bo'linishi uchun a o'rniga 3 ni tanlab ko'ramiz. U holda 111a soni 999 ga teng bo'ladi. 999 barobar 90b plus 9c. Uchtasini ham 9 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 10b plus c barobar 111 bo'ldi. Buni o'rniga bu yerda b-sini raqam ekanligini unutmasligimiz kerak. Xo'p, ozgina uzrli. Ana o'rniga 3 ni qo'yib 111 hisoblagan paytda 999 emas 333 soni hosil bo'ladi. 90r plus 9c. Hammasini 9 ga bo'lib o'ramiz. U holda 10b plus c barobar 37 hosil bo'ladi. B-sini ham raqam ekanligidan foydalanib, b ning qiymati 3 ga, c ning qiymati esa 7 ga teng ekanligini topamiz. A ning kvadrati plus b ning kvadrati plus c ning kvadrati barobar 9 plus 9 plus 49. Natija 67 dan iborat. Demak, bu holatda 67 degan javob yo'q ekan, chunki A, B, C raqamlar turli xil qiymat qabul qiladi degan sharti bor ekan mana. Bizlarni ishlaganimizda A soni bilan B soni ikkalasi tengishib qoldi. Demak, bu ishlanishni o'chirib tashlaymiz. 3 ga karrali bo'lgan keyingi sonni tekshirib ko'ramiz. A o'rniga 6 ni qo'yamiz. A barobar 6. 666 barobar 90b plus 9c. Yana 9 ga bo'lib yuboramiz. 10b plus c barobar 74. Bu holatda b soni 7 ga, c soni esa 4 ga teng. A kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat barobar 36 plus 49 plus 16 ga teng. 36 ga 49 85, 85 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak 101. Ajoyib. 18-savol. N natural sonni 48 ga ham 49 ga ham bo'lgandagi qoldiq 47 bo'lsa, shu sonni 42 ga bo'lgandagi qoldig'ini hisoblash so'ralgan. 48 ga ham 49 ga ham bo'lganda 47 chiqadigan sonlardan eng kichkinasi bu 47 ning o'zi. 47 ning ichida 48 biror marta ham yo'q. O'zi qoldiq. 47 ni 49 ga bo'lganda ham ichida biror marta ham yo'q. Yana o'zi qoldiq hisoblanadi. Shu sonni, ya'ni 47 ni 42 ga bo'lganda ichida bir marta bor, qoldiq 5 dan iborat. Javob 19-savol. Sonlar ketma-ketligining nechta hadi 7 ga karrali? Bu sonlar ketma-ketligi faqat ikki raqamlardan tuzilgan sonlardan iborat. 7 ga bo'lgandagi, ya'ni 7 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Bu yerda hammasini 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 1, 11, 111 va hokazo 100 ta birdan tashkil topgan son. Yuqoridagi sonlar qatorida 7 ga karrali nechta son bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham 7 ga karrali shuncha son bor. Ana endi faqat bir raqamlardan tuzilgan 7 ga bo'linuvchi eng kichik son 111.111 soni ekan. Ya'ni 6 ta birdan tashkil topgan. Birinchi son mana shu bo'ladi. Keyingi son 12 ta birdan tashkil topgan son bo'ladi.
9, 10, 11, 12. 6 ta birdan tashkil topgan son, keyingisi 12 ta, keyingisi 18 ta va hokazo 6 ga karali sonlar. Eng oxirgisi 96 ta birdan tashkil topgan son 7 ga karali hisoblanadi. Mana bu yerda nechta son bor? 96 ni 6 ga bo'lib butun qismini hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 16 ta son bor. Demak, 16 ta son 7 ga karali. Javob. 20-savol. A soni B sonidan katta bo'lgan natural sonlar uchun ularning e kubi va e kubining yig'indisi 61 ga teng. Bunday A va B juftliklar sonini toping. Demak, A soni e kub ko'paytirilgan x, B soni esa e kub ko'paytirilgan y holatda yozib olinadi. Bu yerda x va y'lar o'zaro tub sonlardan iborat bo'lishi talab qilinadi. Ana endi bularning e kubini topadigan bo'lsak, A va B sonlarining e kubi e kub ko'paytirilgan x ko'paytirilgan y dan iborat bo'ladi. Endi yuqoridagi tenglikka qaraymiz. E kub va e kubning yig'indisi e kub o'rniga e kub ko'paytirilgan x, y olib borib qo'yilsa, e kub qavsdan tashqariga chiqarib yuboriladi. Undan keyin 1 plus x, y barobar 61 ga teng tenglik hosil bo'ladi. Ikkita sonning ko'paytmasi 61. 61 bu tub son ekanligidan foydalanib, ularning e kubi 1 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi ko'paytuvchi 1 plus x, y barobar 61 ga teng. X va y bu yerdan 60 ga teng. X va y o'zaro tub sonlar edi. Qaysi o'zaro tub sonlarning ko'paytmasi 60 dan iborat? Ko'paytmasi 60 ga teng bo'lgan juftliklar tuzib olamiz. Birinchisi 1 bilan 60 o'zaro tub to'g'ri keladi. Juft sonlarga qaramasak ham bo'laveradi. Ular hech qachon o'zaro tub son bo'lmaydi. Keyingisi 3 bilan 20. Undan keyingisi 4 bilan 15. Undan keyingisi 5 bilan 12. 6 bilan 10 to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi. Mana shular. Javob 4 ta. Savol. Makhraj berib olamiz. Birinchi 10 va 4 ga umumiy makhraj 20 bo'ladi. Bunga 5 dan, bunga 2 dan. Keyingi qavs uchun makhraj tanlab oldik. 14 ga qo'shamiz 5 ni 19 taqsim 20 bo'lish ko'paytirishga aylantiramiz. 6 tepaga chiqadi. 5 minus 4 1 makhrajga tushadi. Minus 9 taqsim 10 ko'paytirilgan 4 taqsim 3 barobar 6 bilan 20 ni 2 ga qisqartirib oladigan bo'lsak 10, tepada 57 hosil bo'ladi. Pastda keyingi kasr makhrajga tegmaymiz. 12. 57 dan 12 ni ayiramiz. 45 taqsim 10. 5 ga qisqartiramiz 9 taqsim 2. 4 butun 2 dan 1. Javob. 22-savolga o'tamiz. X va y natural sonlar uchun ularning nisbati 1,24 davrida 3 bo'ladigan bo'lsa, x plus y ning eng kichik qiymatini toping. 1,24 davrida 3 ni oddiy kasr ko'rinishida yozib olamiz. 1243 minus 124 taqsim 900 barobar 9, 1 va 11 taqsim 900. Demak, bu x taqsim y ga teng. X plus y ning eng kichik qiymati so'ralgan. Demak, 1119 bilan 900 ni oxirigacha qisqartirishimiz kerak. Demak, yuqoridagi sonning raqamlari yig'indisi 12 ga teng, pastdagi 9 ga teng. Demak, bu sonlar 3 ga qisqaradi. X taqsim y barobar makhrajda 300. Suratda 373. Bu sonlar boshqa qisqarmaydi. Demak, x ni
373 ga y ni esa 300 ga teng deb oladigan bo'lsak, x plus y ni qiymati 673 ga teng. Javob 23-savol. 0,1 taqsim 0,100 barobar 10 chiqadi. 0,1 ko'paytirilgan 100 u ham 10 chiqadi. 10 taqsim 0,1 esa 100 chiqadi. Bularning yig'indisi 120 ga teng. Javob 24-savol. 218 minus 2 taqsim 99 ko'paytirilgan 12 minus 1 taqsim 9 plus 5 tepaga chiqadi. Mahrajda 3 qoladi. 216 bo'lingan 9 ko'paytirilgan 11 taqsim 9 plus 10 taqsim 3. 99 ni 11 ga bo'lamiz. 9 qoladi. 216 bilan 9 ni 3 ga qisqartirib, 9 ni o'ziga bo'lsak ham bo'lar ekan. Demak 2 6 26. 26 taqsim 3 ga qo'shamiz. Unga 3 ta mahraj beradigan bo'lsak, 30 taqsim 26 taqsim 9 ga qo'shamiz. 30 taqsim 9 dan. Natija 56 taqsim 9. Qisqartirishda xatolikka yo'l qo'yganmiz. 216 taqsim 99 ko'paytirilgan 11 taqsim 9 plus 10 taqsim 3. 216 ni ichida 9 24 marta bor. 99 ni 11 ga bo'lamiz 9. 24 bilan 9 yana 3 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 8 taqsim 3 plus 10 taqsim 3, 18 taqsim 3 bu 6 ga teng. Javob 25. Quyidagi sonlardan nechtasi standart shaklda to'g'ri tasvirlangan? Son standart shaklda bo'lishi uchun uni oldidagi son 1 va 10 oralig'ida bo'lishi talab qilinadi. 1,2 to'g'ri. Bu 13,4 noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Bu ham bu to'g'ri ekan. Hop, keyingisi 1,24. Bu ham to'g'ri. 1 bilan 10 orasida bo'lishi kerak. To'g'ri javoblar soni 3 ta. 26-savol. 383 minus 38 taqsim 90 minus 4125 minus 412 taqsim 900 plus 257 minus 25 taqsim 90 barobar. Hisob kitoblar amalga oshirilgandan keyingi natija 2,28 davrida 5 chiqdi. To'g'ri javob esa javob 27. 1 bo'lingan 2 bu 1 taqsim 2, yana bo'lamiz 3 ga. Plus 2 taqsim 4 bo'lingan 6 minus 3 taqsim 6 bo'lingan 9. 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim bo'lingan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 9. 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 12 minus 1 taqsim 18. Bular uchun umumiy mahraj 36 ga teng. 6 plus 3 minus 2. 7 taqsim 36. Javob 28-savol. A va B natural sonlar uchun munosabat o'rinli bo'lsin. A taqsim B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlarining ko'paytmasini toping. A taqsim B ni qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymati. Bu holatda A soni eng katta, B soni esa
eng kichik bo'lishi kerak. A sonning eng katta qiymati bu 8 dan kichik bo'lgan eng katta natural son bu 7. B sonining eng kichik qiymati bu 8 dan katta bo'lgan eng kichik son 9. A taqsim B'ning eng kichik qiymatini topishimiz uchun A o'rniga eng kichik, B o'rniga esa eng katta son qo'yishimiz kerak. A ning eng kichik qiymati 5, B ning eng katta qiymati 15 dan kichik bo'lgan eng katta son 5 taqsim 14. Bu sonlarni ko'paytirish so'ralyapti. 7 taqsim 9 ko'paytirilgan 5 taqsim 14. Natija 5 taqsim 18. To'g'ri javob D. 29-chi hisoblang. 1 plus 1 taqsim 2, 1 plus 1 taqsim 2 va 3 taqsim 2. Ikkilarni qisqartirib yuborishimiz ham mumkin. 1 plus 1 taqsim 2. 1 va 3 ning yig'indisi 4 qoladi. 4 ni yarimga bo'ladigan bo'lsak 8 va natija 9. Bu javob. Hisoblash so'ralgan. 25 dan 2 ni ayirib 9 ga bo'lamiz. Bo'lingan 51 dan 5 ni ayirib 9 ga bo'lamiz. Plus 8 taqsim 9 bo'lingan 17 minus 1 taqsim 9. 23 taqsim 9 ko'paytirilgan 9 taqsim 46 plus 8 taqsim 9 ko'paytirilgan 9 taqsim 16 barobar 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 barobar 1. 31-savol. 7 taqsim 111 soni cheksiz davriy o'nli kasr ko'rinishga keltirildi. Hosil bo'lgan sonning virguldan keyingi 100-raqamini toping. 7 taqsim 111 barobar. Agar bunga 9 ni ko'paytirsak surat va mahrajiga 63 taqsim 999 bo'ladi. Demak, 3 ta 9 dan bo'lishimiz mumkin. Davri 3 xonali son. Virgul va qavs orasida hech qanaqa raqam ishtirok etmaydi. Bu 0 butun davrdan 0,63 dan iborat. Hosil bo'lgan sonning virguldan keyingi 100-raqamini toping. Bu son 0 butun 0,63, 0,63, 0,63 va hokazo 0,63 va 0,63. Xo'p, 3 ta. Mana bu 3. 99-raqam. Keyingi keladigan 0 soni esa virguldan keyingi 100-raqam hisoblanadi. To'g'ri javob 0. 32-misol. Virguldan qutulish uchun surat va mahrajni mingga ko'paytirib olamiz. 12 taqsim 5000 plus keyingisini 5 dan 0 surishimiz kerak. Mana shunaqa son hosil bo'ldi. Ko'paytirilgan 4560 minus 42,3 dan 1 barobar. 12 taqsim 5000 plus 54 ga qisqartirib oladigan bo'lsak, suratda 76, pastda 10000. Ko'paytirilgan 4560 minus 42,3 dan 1 barobar 2 dan mahraj tanlab olamiz. 24 ga 76 ni qo'shadigan bo'lsak, 100 mahraj esa 10000 barobar 4560 taqsim 100 minus 42,3 dan 1 barobar 4560 bilan 100 ni yana 10 ga qisqartirib oladigan bo'lsak, 456 taqsim 10 minus 127 taqsim 3. Yana ikkitaga bo'lib olsak. Mayli, bunga 3 dan, bunga 10 dan mahraj beramiz. Umumiy mahraj 30, 8, 4
9 taqsim 15 qoldi. Bu 3,15 dan 4 ga teng. Ajoyib. 33-savol. 12 ni 0,8 ga ko'paytiramiz. 9 6 minus 1 8. Va mahraji alohida ishlab olamizmi deyman. (2083 minus 208 taqsim 900) 206 minus 20 taqsim 90 minus 0,25 barobar. Va buni hisoblaydigan bo'lsak va umumiy mahrajga keltiradigan bo'lsak 3735 taqsim 900 minus 1 taqsim 4 degan tenglikka kelamiz. Va bunga 225 dan mahraj qilamiz. Umumiy mahraj 900 ga teng. Ayirmani qiymatini hisoblaydigan bo'lsak 3510. Demak, yuqorida kasrga qaytamiz. Mahrajning qiymati 3510 bo'lingan 900 dan iborat bo'ldi. To'qqiz butun oltidan 1,8 ayiramiz. 7,8. 351 taqsim 90. 90 ni tepaga chiqaramiz. 78 ko'paytirilgan 9 va 351. 351 9 ga bo'linadi. 39 78 va oxirgi qiymat 2 ga teng. Savol. Virguldan keyin bitta raqamdan iborat bo'lgan o'nli kasr butun qismgacha yaxlitlanganda butun qismni bittadan oshadi. Virguldan keyin bitta raqamdan iborat bo'lgan o'nli kasr butun qismgacha yaxlitlanganda butun qismi bittaga oshadi. Bu sonning kasr qismi necha xil qiymat qabul qilishi mumkin? Misol uchun 2,7 ni butun qismgacha yaxlitlaganda buni qiymati 3 chiqadi. Mana shu virguldan keyingi mana bu raqamlar qanaqa sonlar bo'lishi mumkin? Bu sonlar 5 bo'lishi mumkin, 6 bo'lishi mumkin, 7 bo'lishi mumkin, 2,8 bo'lishi mumkin va 9 bo'lishi mumkin. Bularning hammasini qiymati yaxlitlanganda virguldan oldingi sonimiz bittaga oshib 3 qoladi. To'g'ri javobi 5 xil qiymat qabul qilishi mumkin. Bu javob. 35-savol. Mahraj beramiz. 1 minus 5 taqsim 2 minus 3 taqsim 2 minus 2 taqsim 3. Keyingisi 1 minus 5 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, bularning orasida 1 minus 5 taqsim 5 degan ham qavs bo'ladi. 1 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 0. O'rtada qaysidir qavs 0 bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak 4-qavs 0 ga teng. Boshqa sonlarning bu yerda ahamiyati yo'q. Chunki 0 ni har qanday songa ko'paytirganda yana 0 chiqadi. Sajjon. 36-si. Natural avabi sonlari uchun tenglik bajarilsa 2ab minus 3 ning eng katta qiymati nimaga tengligini aniqlang. Oddiy kasrga aylantirib olamiz. AB minus A taqsim 9 plus BA minus B taqsim 9 barobar. Soddalashtiramiz. 10A plus 10B taqsim 9 barobar mana shuni qiymati 20 taqsim 3 chiqishi kerak. 10 ni qavs tashqarisiga chiqarib olamiz. 10 ko'paytirilgan A plus B taqsim 9 barobar
60 taqsim 9. Bu holatda a plus b 6 ga teng. Bu javob. 7-savol. Bir nechta kasr berilgan. Bu yerda maxrajlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, faqat ikkilar va uchlardan tuzilgan. Maxrajda ikki son ishtirok etgan kasrlarni qo'shib olamiz. Ularning suratlari faqatgina tog' sonlardan iborat ekan. Maxrajda 3 ishtirok etgan kasrlarni alohida qo'shib olamiz. Bu juft sonlardan tashkil topgan. ellikta tog' son ishtirok etganligi uchun 50 ning kvadrati chiqadi javobi. Birinchi son 2 ga teng, oxirgi son 100 ga teng. Qo'shib 2 ga bo'lamiz. 50 ta sondan iborat. Barobar 1250 plus 51 ko'paytirilgan 50 taqsim 3. 51 ning 3 ga nisbati 17. 850 qo'shiladi. 1250 ga 850 2100 ga teng. Bu javob. 38-savol. 4a plus 06 soni natural son bo'lsin. A ning kasr qismi qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. 4a plus 0,6 tegishli natural. Bu holda 4a sonining kasr qismi 0,4 bo'lishi kerak. Demak, 0,4 bo'lish uchun 4a sonining o'zi 0,4 yoki 1,4 yoki 2,4 3,4 4,4 va hokazo bo'lishi kerak. Bu holatda a soni 0,1 ga teng. Bu holatda 0,35 ga teng. Bu holatda 0,6. Bu holatda esa a barobar 0,85 ga teng. Davom ettirib ko'ramiz. 4a barobar 4 bo'lgan paytda a sonining kasr qismi 0,1 ga teng. O'sha aylanishni boshladi. 4a barobar 5,4 bo'lgan paytda a soni 1,35, a sonining kasr qismi 0,35. Demak, 4 xil bo'lar ekan. O'sha 4 ta sonni bir-biriga qo'shib ko'ramiz. 0,1, 0,35, 0,6 plus 0,85. 0,7 plus 1,2. Javob 1,9. Bunda javob 39-savol. Ko'rishimiz mumkin. Ikkita qilib olamiz. 40 dan 39 va 8 ning ayirmasi 0,2. Bu ham 0,2, oxirgisi ham 0,2. Demak, 0,2lar soni nechta? Har bitta qo'shiluvchini 10 barobar qilib yozib oladigan bo'lsak, 2, 4, 394, 396, 398 va 400. 2 dan 400 gacha bo'lgan barcha juft sonlar 200 dan tashkil qiladi. Bu yerdagi sonlar ham jami 200 ta hisoblanadi. Demak, 0,2lar soni 200 ning yarmichalik bo'ladi. Chunki ikkita sonni bitta qilib oldik. 200 ni 0,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 40, 40 ning yarmi 20. Javob. 40-savol. Bir taqsim a sonini chekli o'nli kasr ko'rinishda keltirib bo'lmaydigan a raqamlar yig'indisini toping. Chekli ko'rinishga kelish uchun uni maxrajida 2 yoki 5 ning darajalaridan tashkil topgan son bo'lishi kerak. Demak, a soni 1 bo'la olmaydi. 1 ni 1 ga bo'lsak chekli bo'lib qoladi. 2 ham bo'la olmaydi. Shuni qo'yishimiz mumkin. 4 bu 2 ning darajasi. 5 ni qo'ysak 0,2 chiqib qoladi. 6
7 va 9. 4 xil sonni qo'yish mumkin. Mana shu 4 ta sonni qo'shib olamiz. 3, 6, 7, 9, 25. Bu javob